Hammaga salom. Sizlar bilan Shohmoney va bu Skoda Studio kanalimizning ikkinchi video. Bugungi videoda biz sizlar bilan eng zo'r bo'lgan sun'iy intellektlarni sinab ko'ramiz. Birinchisi bu Cloud Opus 7 va ikkinchisi GPT-5.5 ni sinab ko'ramiz. Ya'ni ular qaysi biri kuchliligini sinab ko'ramiz. Bugungi videoda bizda ikkita prompt bor va bu ikkala promptni ham ularga berib sinab ko'ramiz uni. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yib videoga like bosishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bu men uchun katta motivatsiya bo'lardi. Bugungi promptlarimizda biz plugin va sayt yaratib ko'ramiz. Hozir saytdan boshlaymiz va bu promptni AIlarga tashlaymiz va ularni ko'rib chiqib sayt yaratishini so'raymiz. Mana bizda vazifalar tayyor. Endi bu vazifalarni ikkoviga birdaniga yuboramiz va qaysi biri tez va qaysi biri yaxshi sayt yaratishini ko'ramiz va ularni taqqoslab qaysi biri zo'rligiga baholaymiz. Albatta o'z fikringizni ham kommentariyada qoldiringlar. Qaysi biri yaxshi qildi yoki kamchiliklarni aytinglar yoki qanaqadir yangicha vazifalarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta biz bu vazifalarni qilib ko'ramiz videolarda. Hozirda ikkovi ham prompt o'qish bilan ko'ramiz qaysi biri birinchi va yaxshi qilishini va oxirida baho beramiz. Ko'rishlar mumkin. Cloud ishini qilib bo'ldi. Bizdan hozir fayl yaratishga ruxsat so'ramoqda va fayl yaratishga ruxsat berdik. Manimcha Cloud birinchi bo'lib qilib bo'ldi. Mana ko'rishlar mumkin. Fayl yaratdi. Endi GPT ni kutamiz. GPT ham o'z ishini boshladi. Mana u ham kod yaratish boshladi. Va u qilib bo'ldi deb o'ylayman. Kutamiz ishini tugatib olishini. Bo'libdi. Endi ikkovini sinab ko'ramiz. Cloud birinchi qilib bo'ldi. GPT ham ozgina vaqt oldi, lekin ko'p bitta vaqtda qilib bo'ldi desa ham bo'ladi. Hozir bu ikkala saytni ko'rib chiqamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu GPT qilgan sayt va bu yerda boshlang'ich ko'rinishi juda yaxshi. Yaxshi shrift tanlangan. Tugmalar ishlamoqda. Mashinalar rasmi o'rnatilgan va ular haqida ma'lumot. Bu yerda zakaz uchun alohida menyu qo'shilgan ekan. Bu ham yaxshi. Endi Cloud'nikini ko'ramiz. Bu ham yaxshi. Boshqacha shrift ishlatilgan va boshqacha dizayn. Bu yerda animatsiyalar bor ekan, lekin bu yerda mashinalar rasmi qo'yilmagan ekan. Xo'sh, zakaz ko'ramiz. Bu yerda alohida menyu ochilmoqda. Bu ham yaxshi. Lekin bu yerda mashinalar rasmi qo'yilmaganligi o'shanisi yomon ekan. Lekin bu yerda dizayn va boshqacha animatsiyalar juda yaxshi deb o'ylayman. Tugmalar ishlamoqda. Ikkovini taqqoslaganda men teng deb o'ylayman. Ikkovi ham yaxshi. Prosta Cloud'nikida shu mashinalar rasmi ishlatilmagan. Yo, u boshqa rasmni qo'yib qo'ygan. Endi yangi chat boshlagan holda yangi promptimizni beramiz. Ikkinchi promptimizda biz plugin yaratamiz. Bu plugin oldingi videomizdagi qaraganda juda ham qiyin bo'ladi. Va bu yerda ancha ko'p funksiyali plugin yaratamiz. Albatta bu pluginlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimdan yuklab olib ishlatishingiz mumkin. Yo, saytlarni ham o'sha yerga tashlab qo'yaman. Mana vazifalar tayyor. Endi bu vazifalarni Cloud va GPTga bergan holda kim birinchi va oxirida eng zo'r pluginni qaysi biri yaratishini ko'rib chiqamiz. Hozirda yaratish jarayonini ko'rib turamiz. Ko'rishlar mumkin. Cloud o'z vazifasini 1 minutda tugatdi. Bu juda ham tez. Endi Cloudga pluginni yig'ishini so'raymiz. GPT hali ham o'ylamoqda. Cloudga pluginni yig'ishini so'rab qo'yamiz. GPT ham o'z ishini tugatdi. Endi u ham pluginni yig'ishga tayyorlanmoqda.
Cloud pluginni yig'ish bilan band. Bu yoqda GPTda pluginni yig'ishda qanaqadir xatoliklar chiqmoqda. Bu xatoliklarni to'g'rilash bilan band. Ko'rishlar mumkin. Cloud o'z vazifasini GPTga qaraganda tez tugatdi va pluginni yig'ib bo'ldi. Bu yoqda GPT hali ham ishlamoqda. Endi GPTni kutishimiz qoldi. Ko'rishlar mumkin. Bu yoqda target papkasida pluginimiz turibdi. Bu degani plugin ishlashga tayyor. Oradan 10 minutcha vaqt o'tdi va bu yerda GPT ham o'z pluginini tayyor qildi. Endi bularni sinab ko'ramiz, hostingga joylagan holda. Cloud GPTga qaraganda 2 marta tezroq yaratib bo'ldi. GPTda bu yerda muammolar paydo bo'ldi kodi bilan. Bu muammolarni tuzatish bilan tugatdi. Endi esa hostingni ishga tushiramiz va keyin pluginlarni tekshiramiz. Pluginlar ishga tushishini kutamiz va hozir pluginlar ishga tushdimi yo'qmi tekshiramiz. Hostingimiz yondi va bu yerda ikkala pluginimiz ham ishga tushdi. Endi bu pluginlarni tekshiramiz. Minecraftga kirgan holda serverimizga kirib olamiz. Birinchi bo'lib GPTning pluginini tekshiramiz. Ko'rishlar mumkin. Serverga kirganimizda welcome message berdi. Endi esa vaqtni tekshiramiz. Ko'rishlar mumkin. Kechqurun bo'lyapti va ertalab ham bo'lyapti. Endi esa ob-havoni tekshiramiz. Yomg'ir qo'yib qo'yamiz. Yomg'ir ham ishlamoqda. Endi toza ob-havo qo'yamiz. Bu ham ishlamoqda. Endi axlat funksiyasini tekshiramiz. Bu yerda menyuga solgan narsalarimiz yo'q bo'lib ketishi kerak va hozir buni tekshiramiz. Bu funksiya ham ishlamoqda. Endi esa heal funksiyasini tekshirib ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin, bu ham ishlamoqda. Endi esa Cloud'ni tekshirib ko'ramiz. Videoni tezlashtirgan holda qo'yaman va oxirida taqqoslashinglar mumkin. GPTniki yaxshimi yoki Cloud'niki yaxshimi? Xulosa qilib aytganda, GPT va Cloud ham bu vazifalarni eplay oldi. Sizlar ham o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin va yangi ideyalarni yozishingiz mumkin va men bu ideyalarni bajarishga harakat qilaman. Agar ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu menga katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. U yerda yangiliklar va videodagi fayllarni tashlab turaman. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimning silkasi opsionida bo'ladi. Unday bo'lsa hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha